Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men Buxoro viloyati Buxoro tumani 22-yurtda ta'lim maktabi informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi Aslon va Dilrabo Jo'raboyevna bo'laman. Bugun men sizlarga dars jarayonida o'quvchilarning bilimini baholashda yordam beruvchi vosita Kahoot ilovasi va uning imkoniyatlari haqida gapirib bermoqchiman. Kahoot nima? Kahoot bu bepul onlayn platforma bo'lib, u orqali siz testlar, so'rovlar yoki o'yin shaklidagi viktorinalar tuzishingiz va ularni jonli darslarda o'quvchilarga o'tkazishingiz mumkin. Bu platforma o'quvchilarga raqobat hissini uyg'otadi, darsni qiziqarli va jonli o'tkazishga yordam beradi. Platforma o'qituvchilarga testlarni tez va oson yaratish, shuningdek, natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa o'qitish sifatini yaxshilashga yordam beradi. Kahootdan ro'yxatdan o'tish uchun biz avvalo brauzerga www.kahoot.com deb yozamiz. Yozganimizdan keyin Sign up tugmasini bosamiz va Teacher o'qituvchi sifatida tanlaymiz. Google akkaunt orqali yoki elektron pochta bilan ro'yxatdan o'tamiz. Hozir ro'yxatim bu o'zimning elektron pochtam bilan kirdim. Kirgandan so'ng ro'yxatdan o'tgach bosh sahifaga o'tamiz va Create tugmasini bosamiz. Quiz turini tanlaymiz va savollarni yozishni boshlaymiz. Savollarni yozishda 2tadan to 4tagacha javob variantlarini kiritamiz. To'g'ri javobni belgilaymiz hamda unga vaqt va rasm qo'shishimiz ham mumkin. Tayyor bo'lgach testni saqlaymiz. Vaqt va unga rasm ixtiro qilishingiz mumkin hamda uni nomi bilan Aslon va Dilrabo deb saqlaymiz. Saqlagandan so'ng ilova oynasi ochiladi va qidiruv tizimida o'zingizning testingizni nomini berasiz va u yerda yaratilgan testni start tugmasi orqali ishga tushiramiz. O'quvchilarga telefon yoki kompyuterda kahoot.it saytiga kirishlarini aytamiz. Bunda informatika xonalarida o'tkazsak, juda ham nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Hamma kompyuterlarda kahoot.it saytiga kirishlarini aytamiz va ekrandagi pin kodni kiritish orqali ishtirok etishadi. Ana 6 talik pin kod va Kahoot.itga kiritilgandan so'ng shu kodlar, pin kodlar yoziladi. Kahoot.it. Xuddi shu yerda o'quvchi pin kodni kiritadi va u yerda username deb so'raladi. Username bu o'quvchi har biri o'zining nomini kiritishi zarur. Bunda ishtirokchi soni ahamiyat kasb etmaydi, lekin podiumda faqat 3 ta o'quvchini 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni belgilab beradi. Savollar start tugmasini bosgandan keyin savollar ketma-ketlikda ekranda ko'rinadi va ishtirokchilar o'z qurilmalaridan javob variantlarini tanlaydilar. Har bir savoldan keyin natijalar to'g'ri yoki noto'g'ri javob ekanligi ekranda ko'rsatiladi. Ballar va reytinglar avtomatik hisoblab boriladi. Ana ko'rib turganingizdek, hozir men bir o'zim ishtirok etayotganim uchun faqatgina 1-chi o'rinni ko'rsatyapti. Sizni uchala o'quvchingiz ham yoki 30 ta o'quvchingiz bo'lsa ham har birini o'rni bilan balli berib boriladi. Bu juda ham o'quvchilarga kayfiyat baxsh etadi. Darsingiz juda ham qiziqarli va zamonaviy o'tadi. Bunga nafaqat o'zingiz, balki qolgan boshqa o'qituvchilar yaratgan testlardan ham foydalanishingiz mumkin. Qanday qilib? Tepasida search qidirish tugmasida siz geografiya, biologiya, matematika, ingliz tili fan nomini yozasiz va qaysi sinfdan test kerak o'shani belgilaysizda start tugmasini bosib, har safar demak host leave degan tugmamiz bor. Unda biz host leave qilgandan keyin bizga pin kod beradi. O'quvchilar o'sha pin kodni kiritib, Kahoot.it saytida demak o'zini qiziqqan fanlari bo'yicha testlarni bajarishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, darslar juda ham qiziqarli va interaktiv tarzda o'tadi. Bu o'quvchilarni baholashda sizga yaxshigina demak haqqoniy
odilona baho sifatida bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Darsda faollik oshadi, o'quvchilarni baholash osonlashadi, rag'batlantiruvchi muhit yaratiladi, raqobat vositasi sifatida xizmat qiladi. Demak, yakuniy so'z sifatida aytmoqchi bo'lganim, Kahoot darslaringizni interaktiv, qiziqarli va zamonaviy tarzda tashkil etish uchun juda ajoyib vosita. Demak, barchangizga omad tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.